Assalomu alaykum barchaga. Biz Toshkent viloyatida joylashgan 40-sonli yong'in qutqaruv qismidamiz va bu yerda biz kelishimiz bilan o'quv jarayoniga ko'zimiz tushdi. Odatda o'quvchilar yong'in sodir bo'lganda yoki favqulodda vaziyatda qanday yo'l tutishni bilishmaydi. Lekin bugun bu video o'ylaymizki, siz va bizga foydali bo'ladi. Asrojiddin. To'g'ri. Assalomu alaykum. Agarda qayerdir yonayotgan bo'lsa, siz nima qilishni bilmaysizmi? Bo'lmasa bu video aynan siz uchun. Ya'ni o'sha mashg'ulot maydoniga biz hozir boramiz. Odatda ular mana shunday favqulodda vaziyatga qanday tayyorgarlik ko'rishadi? Bu biz uchun juda ham qiziq. Balki Sirojiddin bilan o'zimiz ham qatnashib ko'rarmiz, a? Ha? Ketdikmi? Ketdik. O'quv mashg'ulot davomida texnika xavfsizligi, mehnat muhofaza qilish qoidalariga amal qilinsin. O'quv mashg'ulotiga kirishilsin. Uzr, bir necha daqiqaga siz vaqtingizni olamiz. Bu yerdagi jarayonni biz o'zimiz kuzatyapmiz, lekin nima bo'lyapti, nima amalga oshiryapti, qanday o'quv mashg'uloti bo'lyapti? Bizga ham tushuntirib bersangiz. Favqulodda vaziyatlarni bartaraf qilishda shaxsiy tarkibning jismoniy, jangovar hamda ruhiy tayyorgarligini takomillashtirish bo'yicha shaxsiy tarkib bilan muntazam ravishda o'quv amaliy mashg'ulotlar olib boriladi. O'quv amaliy mashg'ulotida ham rostakam olov yoqib ustidan o'tishyapti. Xuddi shunday harakatlarimiz real holatga yaqinlashtirilgan tarzda maksimum darajada murakkab jarayonda o'tkaziladi. Chunki mashqda qancha qiyin bo'lsa, jangda shuncha oson. Sirojiddin, mana shunday favqulodda vaziyat sodir bo'lganda qaysi raqamlarga qo'ng'iroq qilamiz? 101. Ofarin, yana 112. Ofarin. Yana bittasi bor. Yana bittasi 10-50. 10-50 raqamlarga qo'ng'iroq qilish kerak, zudlik bilan. To'g'risi, hozir umrimda birinchi marta o'tni qanday qilib o'chirishlarini tirik guvohiga aylandik. Sirojiddin ikkalamiz qutqaruvchilar zudlik bilan kelishib, sirenalarni yoqqan holatda bir necha soniyada mana shu vajavang yonayotgan, baland yonayotgan o'tni o'chirishdi. Qoyil qoldik-a? Juda ham tez harakat qilishar ekan. Haqiqatdan ham mashqni ko'rdik. Mashqda qancha qiyin bo'lsa, hayotda shuncha oson bo'ladi. Hozir nimani guvohiga aylanyapmiz? 4-qavatda bir inson yordamga muhtoj va qutqaruvchilar hozir ularni qutqarish jarayonini amalga oshirishyapti. Ko'ramiz. Bu yerga qutqaruvchilarni asosiy bu yerdan turgan sababi jabrlanuvchini tezroq hamda sog'-salomat tez tibbiy yordam xodimlariga topshirish maqsadida arqondan foydalanib o'yindan tushirishdi. To'g'ri, har qanday holat bo'ladi azizlar, zinadan yoki liftdan tushib bo'lmaydigan holat bo'ladi. Masalan, zilzilalarda yoki yong'in chiqqanda mana shunday holatda qutqaruvchilar xuddi shunday qilib insonlarning jonini qutqarib qolishar ekan. Hozir buni guvohiga aylandik. Chirchiq shahrida joylashgan 7-umumiy o'rta ta'lim maktabiga keldik va bu yerda Favqulodda vaziyatlar vazirligida faoliyat olib boruvchi xodimlar o'quvchilarga yong'in bo'lganda, favqulodda vaziyat bo'lganda qanday yo'l tutish bo'yicha targ'ibot tashviqot ishlarini o'rgatishyapti va ko'rsatishyapti. Hattoki mana o't o'chiruvchi mashinani ham ko'ryapmiz. Ular qurol aslahalari bilan kelishib, o'quvchilar o'zlari jarayonda bevosita hamda bilvosita ishtirok etishyapti. O'ylaymizki, bugungi kelajak soati darsi sizga ma'qul bo'ldi, chunki har bir o'quvchi favqulodda vaziyatda qanday yo'l tutishini bilib olishdi, to'g'rimi? Videolar orqali, qolaversa o'quv darslarini kuzatdik. Favqulodda vaziyatlar vazirligida faoliyat olib boruvchi xodimlar qanday qilib mana shunday favqulodda holatlarga tayyor bo'lish jarayonlari bilan bevosita tanishdik. Biz ham ko'rdik. Siz ham tanishdingiz. Endi esa bunday holat bo'lmasin-u, mabodo agar mana shunday qo'rqinchli favqulodda holat bo'lsa, qanday yo'l tutishni bilib oldingiz. To'g'rimi Sirojiddin? To'g'ri. Yana kelajak soatda ko'rishguncha. Xayr.